Bu fayzli mahallada o'z o'rniga ega bo'lgan, chiroyini ta'riflab bo'lmaydigan, juda ham arzon uy topdik. Videoni oxirigacha ko'ring, aniq afsuslanmaysiz. Uyimiz uchun bir dona like ayamaysiz deb umid qilaman. Hozirgi kunda havo muammosi ko'plab joylarda sezilayotgan bir paytda bu hudud tabiiy kislorod manbaidek. Havosi nihoyatda toza. Dala hovli qilish uchun ham ideal joy. Umumiy maydoni 17 sotix bo'lgan. 9 sotix yerga uy-joy qurilgan. Orqa tomonda 8 sotix yer ishlab chiqarishga mo'ljallangan. Alohida hujjatlari ham bor. Jami 8 xona, hojatxona, yuvinish xonasi uy ichida. Kattagina basseyn ham bor. Juda ham hashamatli, qimmat materiallar ishlatilgan. Dit bilan qurilgan bu uy zudlik bilan sotuvga chiqarilgan. Videoga like bosgan har bitta insonga kamida shunaqa uylar nasib qilsin. Uyimiz narxi $127,000 deb baholandi. Bizning nomimizdan yaxshi niyatda bog'lansangiz, yaxshigina kelishtirib ham berishadi. Batafsil ma'lumot olish va kelishish uchun uy egalariga to'g'ridan-to'g'ri bog'laning. Uyimiz Nurafshon shahar Usmon Ota mahallasida joylashgan. Aytgancha, hozirgi zamon yugurganniki emas, tez-tez telefon qilganniki.